Malibumi? Mana Malibu bilan qo'ymasdan bitta payga o'ynaymi? Bosasizmi? Bosaman. Paygani qarab turing, payga. Charchilib ketdimi sen? Qo'yme. Ish qilib Malibudagilar payga o'ynayotganimizni bilarmikin, ha? Bilmayman, qarab qo'yapti-yu. Safarlarimiz bexatar bo'lsin. Gaz tashlamaganimda billa ketayotgan bo'lasiz-da. Ana Dilbar qizga bir to'xtaymi? To'xtang. Sovuqda qopdi-da o'g'lim. Yaxshi qiz. Toshkentgami? Toshkentga? Biz ham Toshkentga. Xolasiz olib ketamiz. Yo, Damas'da ketmayman. Xolasiz rulda ketasiz. Faqat men haydab ketaman-da. Sizni provezormi o'g'il bola? Ketdingmi singlim? Yo'q, rahmat. Endi mana yubkalaringiz kalta ekan. Skvaznada qolib shamollab qolmandi deya xolos Toshkent masadami? Aşağıda. Kulishadin janchasiga. Kulishadin janchasiga. Dada, Toshkentga nimaga ketyapmiz? Endi o'g'il bola Toshkent non shahri. Shunaqa shaharki, tarixini yegan chimchiq. Makkadan ham qaytib keladi o'g'lim. Siz ham oldin kelib yeganmisiz? Endi biz ham borib bir yesak, chimchiqlar yo'sha borib kelib yeb yuramiz-da. Ish qilib dada, gazni bosib ketyapsiz. Radarlarga ehtiyot bo'ling. Xavotir olmang radardan. Anjandan chiqarishda nomerga qora salafan paket o'rab qo'yganman. Umnisiz. O'ta. Iya. Radarlarga kulib tushing. Kulib tushing. Esdalik bo'lib qoladi-da. Kulib tushing o'g'lim. Pasportga ham shubha o'rda. Eng zo'r tarafi, cho'rni beli bo'lsa ham, zato 3 kunda o'zlari chiqarib 100 gacha borib beradi-da. Kulishadin janchasiga. Kulishadin janchasiga. Dada, chekkaroqqa to'xtasiz. Kichkinasimi, kattasimi? Kichkinasi. Kichkinasi bo'lsa to'xtayman. Unga to'xtasa bo'laveradi. Bo'ling, tezlashtiring, bo'ling. Ko'pshab yurib olmayapti, u ham zarar. Bo'ling o'g'lim. Bo'ldingizmi o'g'il bola? Kichkinani ham kattasi ekan-da. Aytishda ham to'xtamaydigan bu. Осенний год, красавец мой Ташкент, он по-весеннему. Siz o'g'il bola. Bet qadada. Mana senlar rohat degan joylar bo'ladi. Mana shu yerdan bitta farog'at degan qiz top bersam, rohatda farog'atda yashaysiz-da 25 yillik proyektim. Ye. Talaban tushib qopti-yu dada. Voy, buyni. Ish qilib Oxongaron tushgan bo'lsin. Agar Anjan-Panjanda tushgan bo'lsa, Damas sotib o'g'il bola. Salapan qada tushganini bilmadim-u dada. Hamma radarga kulib tushdim. Bo'ldi, unaqa ikkalamiz yig'lab to'laymiz-da. Kulishadin janchasiga. Kulishadin janchasiga. Dada, ana chirog'i yonib turgan nima? Endi o'g'il bola, Toshkent ham o'g'il bola shaharda. Yuring, aslini bir ko'rsataman. Nima dada? Endi dadam Toshkentga olib borib, bashnani ham ko'rsatmadi demang. Yuring. Toshkent Twin Tower. Do'pirishing. Endi qaytaring. 3gacha ko'rdim. Uchini ko'rib, siz ichini ham ko'raylik. Ketdik bo'lmasa. Jichcha muammo borda. Nima muammo? Pulimiz bir kishiga yetar ekan. Men o'zim chiqib nimalar ko'rganim qaytib tushib aytib beraman-da. Dadajon. O'zi sensirayapti, sezilyapti. Yuring, bir yo'lini topamiz endi. Bitta bashnani deb sensirab olishingizga sal qoldi. Havoni qarang. O'g'lim. Dada. Mana shu svet bilan yonib turgan joylarda hammasi bizga qarashli. Hamma joylar ko'rinib turishini qarang-a. Anjan ham ko'rinami? Yazavongacha ko'rinadi. Iyag'i tuman ko'rinmaydi. Dada. Ha o'g'lim. Oyda chiroyliligini qarang. Oyga ham olib chiqasizmi? Biz anjarliklar oyga chiqmaymiz. Oyda anjarliklar yo'q. Chunki oyda foyda yo'q.
Sherni ham shpagatini ochib qo'ydingiz-ku dada. Ahad qayin bizgacha ochib qo'ygan ekan, biz Toshkentga kelib yopib qo'ydik. Ayam ham Toshkentga olib kelib, teleminora gap chiqamizmi? He, ayiz Toshkentga olib kelsa o'zini Abu Sahiy yuraveradi. Bo'lmaydi. Aya, sizni olib kelmaymiz ekan. Kaz yo'l ekansiz.